Shu videoni ko'rib, biz ham mana shu vaflidan sotib olamiz. 2 korobka sotib oldim-u. Doim bolalarim magazinga chiqishganda 3000 so'mga oldiradigan bu vaflilarda shunaqa zo'r narsalar chiqdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu sirli vaflilarning ichida nimadir chiqishi emas, o'zini mazasi ham shunaqa zo'r ekan, mazza qilib yeyishlik. Va bizlarda mana shunaqa ichida konfet podarkaga ham kelibdi. Bolajonlarim mazza qilib ularni ochib, yeb, mazza qilishdi. Ko'rib turganinglardek shunaqa katta emotsiya bilan ochishdi va bizdan dollarlar ham chiqdi. Birin ketin hamma vaflilarni ochib chiqishdi. Shunaqa xursand bo'lib. Video davomida sizlar bilan ham yangilikni bo'lishib ketmoqchiman. Bu firma chips ham chiqarishni boshlashibdi. Bu chips ichidan nimalar chiqdi bizda qani topinglarchi. Ikkala farzandimga bir xil soat chiqdi qaranglar. Shunaqa xursand bo'lishdi. Qizimga o'yinchoqlari muhim emas, u konfetlarini, shokoladlarini, pechenyelarini yesa maza qildi shunaqangi. Va bizda mana shunaqa kupon ham chiqdi. Mana sizlarga aytayotgan dollarlar chiqdi qizlar. Va biza orada ventilyator ham yutib oldik. O'g'lim shunaqa xursand bo'ldi. Puliga arziydimi yo'qmi deb o'ylanib o'tirmasdan bir korobka sotib olinglar. Chunki korobkasini narxida, jiddiy podarkalarning narxi juda ham ko'p. Qani sizlar ham aytinglarchi, sizlar ham yeb ko'rganmisizlar? Sizlarda nimalar chiqqan? Kommentariyada fikringizni